Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Mana o'sha legendaga aylangan Lacetti mashinasi. Hammamiz bilamiz, bu mashina o'z vaqtida juda ham katta nufuzga ega bo'lgan. Ushbu mashinani biza kimyoviy tozalash yoki detailing yuvish deyiladi. O'sha detailing mo'ykaga olib qolganmiz. Hozir sizlarga bitta narsani ko'rsatib o'tmoqchiman. Mashina endi ancha-muncha ko'p yurgan, ustiga turgan joyida shu paytda endi kirlar yig'ilib mana shu holatga kelib qolgan mashina mana. Endi bu yoqda mana hozir tozalangan holatini ko'rsataman. Mana eshikni ko'ryapsizmi? Toza holga keltirilgan. Endi kimyoviy tozalashda biz bilamiz, har bir detal o'sha salonni sochib tashlab, har bir detalga alohida ishlov beriladi, yuviladi, tozalanadi. Bir necha usul qo'llaniladi. O'sha mana kimyoviy moddalar bilan o'sha cho'tkalab chiqib, keyin mana parli usuli ham bor. Parlanib, mana yumshatib, parli tozalash deydi. Parli tozalab shunaqa qilinadi. Va mashina yangilanib, holati ancha chiroyli holatga keltiriladi. Kanalga obuna bo'linglar, layklar bilan qo'llab-quvvatlaysizlar. Sizlarga bu kanalda har xil shu detailingga oid videolarni yuklab boryapmiz. Endi 11-dekabr 2025-yil holatidagi narxini aytib o'taman. Bu xizmat turini 150 AQSh dollari, o'sha bank kursi bo'yicha o'sha 1.800.000 so'm. Endi albatta bu video agar shu bilan kanalda qoladigan bo'lsa, keyinchalik misol shu xizmat turini surishtirish kerak. Описаниеda telefon raqamlari bor. Aloqaga chiqib, narx-navoni surishtirib, keyin shunga qarab murojaat qilib, shunga qarab qaror qabul qilasizlar. Hammaga sihat, salomatlik, omad, obuna bo'lishni so'rab qolaman. Jonli efirlarimiz ham bor. Albatta jonli efirlarga ham kirib boringlar, ko'rib boringlar. Hammaga rahmat.